350 bosh akalarim, to'q bo'g'oz qo'ylarimiz xudo xolasa yetib kelgan juda bir arzon narxda sotilyapti. Do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga o'sha arzonchi akamiz, Ibod akamiz oldiga kelganman akalar. Ko'rsa akalar ko'z quvnaydigan, xudo xolasa niyat yurganlar bo'lsa akalar like bosib obuna qo'yinglar. Har bittamiz xonadonimizda eng kamida akalar mana shunaqa 350 bosh qo'y bo'lish nasib qilsin. Do'stlar, pul arzon, sifati zo'r bo'lgan, hammasi yosh qo'ylarimiz akalar sotilyapti xudo xolasa. Tusoq, chori, panji qo'ylar akalar. Hammasi baquvvat, bir-biridan zo'r akalarim. Bemalol kelib akalar yeb-ichishlari garantiyalari bor ekan, ustida savdosini qilib olib ketsanglar bo'ladi. Hammasi bo'g'oz akalar. Xudo xolasa bu akamiz aytibdilarki, yanvarda oxirigacha hammasi qo'zilaydi deyaptilar akalar. Hamda bir qo'raniki akalar. Bugun erta qilmaydi akalar. Shu 2-3 kun ichida hammasi qo'zilab taylar. 1-2 kun farqi bo'lmasa, deyarli akalar xudo xolasa mana qo'ylarni ko'rib olaveramiz. Ko'rgan odam akalar havas ketadigan qo'ylarni xullas udarlari keldi akalar mana. Bittalar ko'ra olaveramiz. Ibod aka narxini nechpul qilib beramiz aka buni? Ilhomjon 5 million 300 ming so'm bir boshidan tayoq tashlab beramiz. 50 ta 60 ta 100 tagacha olaman, saylab olaman degan odam bo'lsa 6 million. Akalar tayoq tashlariga optim olaman desanglar 5 million 300 ming so'mdan akalar hammasi yosh qo'ylar. Agar tanlab olaman bir 50 ta 40 ta deydigan bo'lsanglar 6 million so'mdan beraman deyapti akamiz. Agar 10 ta 15 ta tanlab olaman desanglar narxlari o't akalar sal o'zgarib ketadi. 6 milliondan balandroq bo'lar ekan. Pastda Ibod akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman. Soni 350 bosh akalarim xudo xolasa shoshilib qolinglar do'stlar. Har bitta bizning obunachilarga like bosgan kommentariyada havas qilib akalar xudo xolasa mashalloh deb qoldirgan obunachilarimizga xudo xolasa nasib qilsin xuddi mana shunday o'ylarda 350 bosh qo'y bo'lish akalar nasib qilsa.